original oyoq kiyimlar kiyadiganlar uchun zo'r joy topib qo'ydim azizlar. Andijonda Piyospoyda joylashgan Demope do'koni. Bu Hindistondan zavoddan to'g'ridan-to'g'ri olib kelishar ekan. Buni 40 dan boshlab 44 razmerigacha bor ekan. Xolasalaring kiyib ko'chada yurishlaring bo'laveradi, o'zlaring kiyish uchun yoki mana shu diler akamiz hamkorlikda O'zbekistonda 12 ta viloyatda hamkorlikda sherilar chaqirishyapti. Kim biznes qilmoqchi bo'lsa, men shunaqa oyoq kiyim ovuch do'kon ochaman deydigan bo'lsa, akamga murojaat qilsalar, yo'l yo'riqlarini, nechta daromad qolishini hammasini to'liq tushuntirib berishadi. Keyin o'zlaringga ham tavsiya qilaman, yozda issiq kunlari bu zavoddan sifatli, original narsa bo'lgani uchun terlatmas ekan, mazza qilib kiyasizlar. Krossovka deysizmi, mokasinka deysizmi yoki kiyov to'plar deysizmi, uchli to'plar deysizmi, qanaqa fasoni bo'lsa, hammasi mana shu do'konda bor ekan. Описаниеda nomerlar turibdi, shuni kontaktlarni saqlab qo'ysangiz, shuni oyoq kiyib berib telefon qilib kelsalar bo'laveradi. Andijonliklarga mazza bo'lib, mana shu do'konga kelib, original oyoq kiyimlar xarid qilsalar bo'laveradi.